Hammaga assalomu alaykum. Bugun milliy sertifikat turk tilining konuşma bo'limida uchinchi bo'limni shablonlar orqali oson holatda gapirishni o'rganamiz. Turk tilida uchinchi bo'lim e, uch bo'lim asosidagi eng qiyin bo'lim hisoblanadi. Bu yerda ham berilgan shart, savol, ham gapirish shakli e, ba'zan o'quvchini qiynab qo'yishi mumkin, lekin agar to'g'ri yondashuv bilan, to'g'ri shablon bilan gapirsak, bu bo'lim ham ancha oson holatga keladi. Mana bu yerda bir shablon tayyorladim. Bu shablon uchinchi bo'limda konuşmaga tushadigan ko'pchilik, menimcha 80-90% savollarga mos va yuqori darajada C1 daraja tayyorlangan, yuqori ball olishga yordam beradi deb o'ylayman. Hozir shablonni ko'rib chiqamiz, keyin esa misol ko'ramiz. Shablonimiz shu shaklda. Günümüzde keyin bo'shliq qo'yilgan, konusu hem bireysel hem de toplumsal açıdan onun tartışmalarına gelmiştir. Mana bu yerda günümüzde aytiladi. Bo'shliq qo'yilgan joyga esa sizga qanaqa mavzu tushayotgan bo'lsa, nima so'ralayotgan bo'lsa, mavzuga qarab uni mana shu yerga joylashtirib aytishingiz kerak bo'ladi. Bu kirish qismi. O'sha bilamizki, uchinchi bo'limda kirish asosiy qism, xulosa qismlari bo'ladi. Kirishga ozroq, xulosaga ozroq, asosiy qismda ikkitadan argumentlarni gapirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerga hozir men shunchaki bir mavzu asosida aytib beraman. Keyin yuqorida tanlangan mavzuni ham ko'rib o'tamiz va o'shanda e, ko'pchilik mavzuga qanchalik mos kelishi anglashiladi. Demak, aytaylik, onlayn ta'lim bo'lsin mavzumiz, shunchaki mavzu onlayn ta'lim. Günümüzde çevrimiçi eğitim konusu hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir tartışma haline gelmiştir. Hozir men qo'yganim faqatgina bu yerda onlayn eğitim bo'ldi. Bu yog'i shablon, yodlanadigan joyi. Özellikle son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bu konuyu daha da gündeme taşımıştır. Onlayn eğitim bo'lgani uchun onlayn ta'limning asosini texnologiya, kompyuter, internet, telefonlar bog'lanish tashkil qilgani uchun men bu yerga teknologiya, ya'ni teknoloji deb qo'ydim. Kamuoyunda bu mesele hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kişiler online öğrenme durumunun önemli avantajlar sağladığını savunurken, bazıları ise bunun çeşitli riskler barındırdığını ileri sürmektedir. Bu nedenle konuyu hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Mana shu yerda biz qo'yadigan gaplar, aytadigan gap ham emas. Bu yerda faqatgina o'sha sizdan nima so'ralayotganiga qarab so'z yoki so'z birikmalari qo'yib ketyapmiz. Yodlaganimizdan keyin yana ham tezroq aytish imkonimiz bo'ladi. Bu kirish. Ya'ni siz xohishga qarab uni qisqartirishingiz mumkin. Oxirgi gapni aytmasligingiz mumkin. Keyingisi. Endi bu yerda kirish tugadi. Biz avantajga, ya'ni LXNga o'tyapmiz. Endi shablon bo'yicha o'sha onlayn ta'limda ketyapmiz hali ham. Öncelikle olumlu yönlerini değinmek gerekirse, mana bo'shliq bor. Biz o'zimiz qo'yib, keyin shablonni yana davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, öncelikle olumlu yönlerine değinmek gerekirse, online eğitimde zaman önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Mana demak, men bitta bu yerga mavzuga doir qo'shganim zaman.
kelimasi bo'ldi. Oddiy A1dagi zaman, ya'ni vaqt so'zi bo'ldi. Qolgani shablon. Buning yana siri, bu yerga yana qo'yishim kerak. Ma'liyat konusida unumlidir. Ya da go'za chaqmakdadir. Agar bilsangiz iboralar qo'llanishingiz mumkin. Ma'liyatni qo'ydim bu yerga. Ayrıca mana endi yana bog'lovchi qo'ydim bu yerga. Buni yana sira ham ayrıca ham bog'lovchi. Mavzuga oid nimadir deyishimiz mumkin. Keyingisi endi o'tayanda, ya'ni boshqa tarafni gapirishda ishlatamiz o'tayandan bog'lovchisini. Demakki biz alayhini ikkinchi qismga o'tyapmiz. O'tayandan konunun ba'zi olumsiz taraflarida göz ardı edilmemelidir. Bu yerda göz ardı edilmek ibora ham o'sha konuşmangizni chiroyli qiladi. Shunaqa bir qarash bor. Yozmada, konuşmada ibora, maqollarni ishlatish yuqori ball beradi degani. Ha, to'g'ri, lekin har qanday to'g'ri keladigan, to'g'ri kelmaydigan ibora va maqollarni ishlatish yuqori baho bermaydi. Mana bu yerda aynan ko'z ardi edilmamalidir. Juda mos va uyg'un bo'lganligi uchun mana shu yerda ham jabr darajada ham yuqori ball olib kelishi mumkin. Lekin ko'p ibora maqollarni tiqishtirib tashlamaslik kerak. O'rnayin, biz alayhini qismiga o'tgandik, yaxshi taraflarini aytdik. O'rnayin, endi ana shu onlayn ta'limda biror gap aytamiz. Masalan, nima bo'lishi mumkin? O'rnayin, o'ğrenci onlayn ders alırken dikkat eksikliği yaşayabilir. Buna ek olarak e, etraftaki gürültü de eğitim kalitesini olumsuz etkileyebilir. Deyishimiz mumkin. U yerda o'zi argumentlar qo'yilgan bo'ladi. Nima qo'yilganiga qarab o'sha gapni aytamiz. Aynan shu mavzuga oid bir narsalar gapirib tashlamaymiz albatta. Mana argumentlar qaysi bo'lsa aytaylik, birinchi o'rnayindan keyin birinchi argumentni isbotlab bir gap aytamiz. Uzunroq gap ham bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi bo'ladi. Buni ek olarak deb ikkinchisini aytamiz. Aynan qaytarmasdan o'zgartirib parafraz qilgan holatda aytamiz. Dolayısıyla deb aynan qaysi argumentlar berilgan bo'lsa yoki buni ek olarak deb aytganimizni biror bir so'nujini, natijasini mana shu yerga keltirib aytsak bo'ladi. Mavzudan ham uzoqlashmaymiz, aynan berilgan shartni ham bajargan bo'lamiz. Endi asosiy qism o'tdi. Albatta asosiy qismda shu mavzuga oid bilimlarimizga qarab hamda vaqtni kontrol qilgan holatda ko'proq gapirishimiz mumkin. Mana bu bo'shliqlarga ko'proq gaplar, uzunroq gaplar ham joylashtirishimiz mumkin. Endi xulosa qismiga o'tdik. Sonuç olarak online eğitim meselesi çok yönlü bir değerlendirme gerektirmektedir. Bana göre burada en önemli nokta internet konusudur. Değil mi? Eğer kaliteli bir ortam sağlanırsa olumlu sonuçlar elde edilebilir. Elde etmek ham bu yerda bir ibora. Elde edilebilir. Alayhina tarafini aytdik. Endi ancak bu ham bog'lovchi. Alayhinani aytdik. Yaxshi taraflari, avantajlari deb endi dezavantajlarini ham natijasini aytishimiz kerak xulosa qismida. Chunki bizdan dengeli bir konuşma istanyapti bu yerda. Ancak internet iyi olmadığı durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle konunun dikkatli ve kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Böyle ele alınmak ham bir ibora.